Üçparçalık hakkında Kısa namlıq əsərinin konu tiyatrini koygan bolsaňlar acayip isil, cingen bir görünüş var. Yeni bu yerki Liu Bei, Liu Zhang'lardan biri Shichuan'a kirdi. Kim bolla jang qildigan bo'lib qoldi. Şunu bilan Pang Tong sumriga qarab o'tdi, o'lib ketdi. Ama naq mush vaqtning o'zida Zhang Lu bilan Liu Zhang birlashib oldi, Ma Chao navbatida. Shuni bilan Liu Bei endi bularga tenkilanmaydiganligini bilib, darhol qo'shinni to'liqlayli deb Zhuge Liangga farmon qildi. Shuning bilan bu yerki Zhuge Liang mushavir Zhang Fei bilan Zhao Zilong turishib olib, bularga yordam berib oldi. Mush vaqtning o'zida endi bu yerki Zhuge Liang Jingzhou'ni Guiyi yugurib, Zhang Fei'ni qo'shinni otla degan vaqtning o'zida bu yerki Zhang Fei menib bo'lib qarsang to'xtab kaynigan edi. Ve Guiyi'nin oldiga kelib, "Ağa, deb nay ta'sirli qoldi-da." Xuddi o'zining eng oxirgi qitim ko'rishganligini bilgandek mushada yig'lab turib qo'shilishdi. Amaliyotda mush vaqtning o'zida doimiy bunda urlashtirmagan, bunda ko'rinish faqat Zhang Fei ketdi deb nim qilgan. Biroq bu yerda Zhang Fei'ning rolchisi Li Zhongfei Laoshi mani o'zi oxir qilgan uchun yana o'zi yenib kelib, ma ko'rinishni mushundaq chiqargan o'zi eliqin. O'zi naq maydonni ijod qilgan deymizmi? Şuna bu vaqtimizda bu Zhang Fei uqmaydigan tursa, desa bu Li Zhongfei Laoshi uqmagan bilan ma'fqima. Odam deganda bu qarindoshlik bundaq mehr yuqirib ketganda bir 6-sezgi deydigan bir gap bo'ldi. Ayrıldığı vaqtimizda bu amaliy turmushda bunday ishlar bo'ldi. Chuqur Zhang Fei'ning mu agarchi qortiri qo'pol odam bo'lgan bilan ko'ngil bir narsani sezgan bo'lishi mumkin. Yat Guiyi'dan ayrılganda chuqur shunday qarorsin deb, shunday ayrılgan bir ajoyib jingan ko'rinish bor. Endi bu ikisininki bu yerki Li Zhongfei Laoshi bilan Guiyi'ning rolchisi Lu Shiming Laoshininki bu qarindoshlik birodarligi kinodan chiqib amaliyotda shu darajada mangan. Yeni bular ko'nish parchalikni ishlab bo'lgandan keyin yaqin qarindosh aloqani olib, mushundaq o'tgan. Endi bu yerda Lu Shiming va Guiyi'ning rolchisi tutunib ketgan shundan intayin danliq bo'lib keldiki bu izchil e'lon olmagan, e'lon tashviqotga bak qatnashmagan. Xuddi bizning hozirgi zamondagi bir kichkina angli bir van qo'yib qolsa, adraq naqsha etib cho'lpon kelsa, hamma e'longa pul versa chiqadigan mushunaq ish qo'yib, ma'lum butunlay rad qilgan. Lekin bo'ldi, meniki mashum ba shunchalik topdim bu hammaning e'loni qunaq chiqmayman, qasilgan bu kayinda mas'ulliga ish va qahmin Lu Shiming emas, Guiyi deb tunuydi, deb mas'uliyatchanlikda. Lekin bularninki ömrünün ahırı kelgan vaqtning o'zida Zhang Fei, yeni Li Zhongfei Laoshi ig'ir kasal giribdor bo'lgan. Buni nurg'un pul ketilgan bo'lib qolgan. Shuning bilan bu yerki endi Guiyi Lu Shiming Laoshi shuning bilan ilallos chiqay deb birodarini qutqizib qolish uchun bu doktorxonaga nurg'un pul ketgan deb ilallos chiqqan. Pul topadigan ish bo'lsa, men mana birodarimni qutqizib qolsam bo'ldi deb nurg'un e'lon qilib nurg'un pullar bilan buni qutqizib olmoqchi bo'lgan. Lekin bir mezgillardan keyin bu odam ancha yaxshi bo'lgan bo'lsa-mu, keyin yoshqin cho'ngib qolg'achqa o'lib ketgan. Ya'ni shu filmning o'zidagi 1 yil 1 oy 1 kunda tug'ilmasaqmi, 1 yil 1 oy 1 kunda o'limiz degan aqidasiga amaliyotga so'rab chiqqan. Hech bo'lmasa 1 yil 1 oyda o'lib ketgan edi. Bu ikkisiniki do'stligi filmdan olqib, asardan olqib, ssenariyadan olqib, amaliy turmushimizdami mushunda holatga yetib ketgan demakchi noit bir ta'sirli voqealikka shu uchun sizlarga so'zlab berdim. Unda siz yoqtirgan do'stlar, penunchi ko'z qarashinglarni qoldirib qo'yinglar. Rahmat.